Assalomu alaykum. Bugun yangi dizayn taxlaymiz. PowerPointga kirib, sizga tashlagan rasmlarimdan mana bu rasmni oling. Shuni taxlaymiz. Birinchi buni razmerini, listni razmeri bilan, rasmni razmeri bilan bir xil qilish kerak. Kvadratni ekan, ikkovi ham bir xil. Shirinasini olamiz, Ctrl C, konstruktorga o'tib, razmer slaydga kiramiz, mana shirinasiga o'tamiz, Ctrl A, Ctrl V. Razvermiz. Mana. Endi dizayn taxlaymiz. Qarang. Birinchi avvalgi rasmlarda orqa fonni topishimiz kerak. Men buni qo'yganman. Shu uchun buni bunday qo'yib, olgan rasmimni kattaroq qilib, mana. Endi buni kesib olishimiz kerak. Yana oq joy qoldi pastida. Abrezga kiraman. Rasmni tanladim. Format risunkiga o'tibman. Abrez degan bo'limiga o'tib, abrezdan buni kichraytiramiz. Listni o'z razmeri ko'rsatadi. Ko'ringan paytda listni razmeriga qo'yasiz. Bunisini ham shunday tanlab olamiz. Mana ko'rinadi. Qo'yamiz. Endi figuradan mana bunday chiziq taxlashimiz kerak. Kvadrat olinadi, chiziq chiziladi, o'giramiz. O'girib, mana bunday chiqib qolgan. Zalivkani spetkasini olib, mana buni rangini qo'yib, konturini net kontura qilamiz. Keyin buni ana bunday prozrachniy qilish kerak. Stil figuraga kirib, zalivkasini bo'limini ochib, mana prozrachniy deb o'zgart. Mana 60lar yo'q, ko'p bo'ldi. 50 qilsak ham bo'ladi. 50 qildik mana. Endi bitta ramkacha qilish kerak. Shuni o'zini olib, kontrolni bosib, copy qilib, mana bunday qo'yasiz. Prozrachniysini. Endi bunayroq qilib, konturini korичневый qilamiz mana. Zalivkasini net zalivka qilamiz. Endi bu ikkinchi yana bir chiziqchasini qilyapman. Net zalivka. Buni qalinroq qilish kerak. Liniya degani zalivkani yopibman, liniya degan bo'limni ochyapman. Bu yerdan shirina degan joyga 2 qo'ysak ham bo'ladi. Yaxshiroq ko'rinishni xohlasangiz 3 qo'ying. Bo'ldi. Endi chiziqni olib, mana endi boshqasi, ya'ni yozuv qoldi. O'zi asos tax. Bu yerdan stavka napis qilamiz. Kapsluk yoniq. Angliyskiga qo'yib gumbaz. Kattaroq qilamiz. Qalin qilamiz. Gumbazni qo'ydim. Kontrolni bosaman.
Lapshir deb yozamiz. Oralig'ini ozgina ochiqroq qilamiz. Ko'p qilamiz. Hatta tamam. Endi oralig'ini bir xil bo'lganicha keyingisi skora grandiozniy открытие deb yozish kerak ekan. Keling, kvadrat qilib ko'ramiz shuni. Buni kattaroq qilamiz. Net zaливка, net kontur qilamiz. Buni bo'lsa rangini kipetkani olib, o'zini rangiga qo'yib, shunga o'xshash topishimiz kerak. Prям o'xshashi yo'q lekin. Bu ham chiroyli. Mana shunaqa. Mana ozgina kattaroq qilsak, olib kichraytiramiz. Mana bu ham tayyor. Bunisini tak o'chiramiz. O'zimiz taxlaganini bitta ko'ramiz. Yomon emas. Biz JPEG qilamiz, Ctrl Shift C. Bu yerdan Robot Store tanlab olamiz. Mana tanlab oldik. Tip fayliga kirib, JPEG ga qo'yamiz. Mana shunday qilib taxlab tashlash kerak. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.